Tanishing, bu O'zbekistonning eng yaxshi bokschilardan biri Bektemir Meliqo'ziyev. U Markaziy Osiyoning haqiqiy uragani, ringda do'st tanlamaydi. Raqiblarining dixanasiga to'g'ri zarba bilan uni yerga o'tkazadi. Uning uslubi betakror, hujumkorlik va pushka zarbalar Meksika maktabidan, himoya va harakatlar esa sovet boks an'analari asosida shakllangan. Navbatdagi jangda Bek ringda xuddi pochoqda yurardi. O'zini erkin his qilar, raqibiga qarshi erkin jang qilardi va hammani lol qoldirardi. Ammo boksdagi eng xatolardan biri raqibni yetarlicha baholay olmaslik. Haddan tashqari ishonch Bekni bir lahza diqqatini yo'qotishga majbur qildi va mana shu kutilmagan paytda chap tomondan kelgan huk uni chuqur nokautga yubordi. Boks olamida yil nokaut sifatida qayd etilgan bu jangda mag'lub bo'lishiga qaramay, Meliqo'ziyev taslim bo'lmadi. U revansh so'radi va revanshini oldi. Bu gal boshqacha Bek ringga chiqardi. Sovuqqon, aniq va intizomli. U Gabriel Rasadoni zarbalar ustidan zarba yog'dirib, raqibiga hech qanday javob qaytarishga imkon bermasdi. Rasadoni burni sindi, yuziga og'riq, ko'nglida esa afsus bo'lsa-da jangni oxirigacha davom ettirdi. Natijada o'zbek o'chin oldi va ringda haqiqiy qudrat qanaqa bo'lishini namoyish qildi. Do'stlar, kanalimizda Bektemir Meliqo'ziyevning muxlislari bormi? Yozib qoldiring.